Ibrohim Tatlisovni boyligi farzandlariga emas, davlatga o'tib ketar ekan, farzandlariga meros qilib qoldirmabdi, davlatga qoldiribdi. Bizga desa, mehribonlik uyiga qoldirmaydim. Odamlar, nimaga biz o'zbek yangiliklari, xabarlari shunaqa gapirib ham chiqyapsizlar, yozib ham chiqyapsizlar. Har bitta kanalda Ibrohim Tatlisovni boyliklari davlatga bo'lar ekan, musodara bo'lar ekanmi, vasiyat bo'lar ekanmi? Elon Muskning boyligi, Hindistonlik milliarder Mukesh Ambanining uyi, qanaqa mashinasi, qo'shnini uyi, puli. Nima shunaqasilar? Birovning hayoti, birovning pullarini hisob-kitob qilib yashaydigan xalqmiz. Nimaga biz shunaqamiz, a? Nimaga doim birovlarning boyligi, kimga nimasi qolishi, birovning g'ami bilan, tashvishi bilan yashaymiz? O'zimiz bir muammolarimiz, o'zimiz hayotimiz bilan yashasak bo'lmaydimi? Ibrohim Tatlisov turk xonandasini endi kimga qolarkin endi boyligi, farzandlariga qolmas ekan. Odamlar kommentariyada talashib, janjallashib yotibdi. Ota-onasi yaxshi tarbiya bermagan desa, gap tarbiyada emas. Bir-birlari bilan janjallashib kommentariyada zarilmi? Nima kerak? Nima kerak bizga bu xabarlar?